Ekoturizmni rivojlantirish uchun taklifini berishdi. Keling, qo'llardan beraylik. Qalay mazasi? Yaxshimi? Mazasi zo'r ekan. Bu holati yaxshi. Men yo'ldoshim Karim berdi. 1 gektar ko'l. Ekoturizmni rivojlantirish uchun taklifini berishdi. Xudo xolasa mana o'rda ham qildik. Bekka hozir qalmoqchilar qo'yishni boshladik. Besetkalar qilib, o'sha ovchilarga sharoitlar yaratib, yozga ham moslab, xudo xolasa madaniy dam olish tashkillayapmiz. Hozircha bir 50 ta 60 ta odam kiryapti. Kelajakda nimalarga yana moslab sharoitlar qilib beramiz, xudo xolasa. Akalar, bu baliq ko'l soat 7 da ochilyapti ekan. Kech paytki 5-6 gacha kelib bemalol baliq tutib ketaverasizlar.